Assalomu alaykum hurmatli Fors tili Buxoro kanali kuzatuvchilari. Yangi darsimizni boshlaymiz. Avvalgi ikkita darslarimizda otlarda son kategoriyasi va izofiy zanjir mavzulari bilan tanishib o'tgan edik. Ushbu darslarga oid mashqlar berilgan. Bugun mana shu mavzular asosidagi bitta mashqni ko'rib o'tamiz. Mashqimiz darsligimiz 84-betida. Ushbu mashqda o'zbek tilida gaplar berilgan. Gaplarni fors tiliga tarjima qilish aytilgan. Biz shu gaplarni tarjima qilganmiz. Ular bilan tanishib o'tamiz. Marhamat, diqqat qilamiz. Demak, birinchi gapimiz uning opasining ismi Fatima edi. Tarjimasi: Esmi xohari buzurgi u Fatime bud. Bu yerda izofiy zanjir ketgan, ya'ni uning opasining ismi. Uchta so'z o'zaro bog'langanligi uchun izofiy zanjir deymiz. Esmi xohari buzurgi u. Demak, ism, xohar, buzur so'zlari izofiy ko'rsatkich mavjud, u da yo'q. Esmi xohari buzurgi u Fatime ast. Keyingi gapimiz Toshkent shahrining ko'cha va parklari juda chiroylidir. Tarjimasiga qaraymiz. Xiyobonho va parkhoye shahri Toshkent xeyli g'ashang ast. Ushbu gapimizda Toshkent shahrining ko'chalari va parklari degan izofiy zanjir mavjud. Demak, xiyobonho va parkho so'zlari uyushiq bo'lak bo'lganligi uchun va bilan bog'langan, faqat ikkinchisiga izofiy ko'rsatkich mavjud. Shahri Toshkent. Demak, Toshkent shahrining parklari va ko'chalari bo'lyapti. Izofiy zanjir. Xeyli g'ashanga, juda chiroylidir. Navbatdagi gapimiz O'zbekiston Respublikasida ko'p miqdorda kinolar, teatrlar, institutlar, maktablar va bog'chalar bor deyilgan. Demak, tarjimasi: Dar Jumhuriye O'zbekiston ta'dodi ziyodi sinemaho, teatrho, donishgohho, dabiristonho va kutakistonho vujud dorad. Bu yerda ko'rib o'tirganimizdek, ham uyushiq bo'laklar kelyapti, ham izofiy zanjir kelyapti. Keyingi gapimiz: Men filologiya fakultetining 1-kurs talabasiman deyilgan o'zbekchada. Tarjimasi: Man donishjuye soli avvali donishkadeye zabonshinosy hastam bo'lgan. Demak, bu yerda donishjudan zabonshinosiygacha barcha so'zlar izofiy zanjirni tashkil etgan. Donishjuda yo, soli avvali so'zlarida zer, donishkadeda ham yo izofa ko'rsatkichi bo'lgan. Keyingi gapimiz Farruxning fors tili kitobi stolning ustidadir. Izofiy zanjir kitobi zaboni forsiya Farruh bo'ldi. 4 ta so'z bog'langan. Farruxning fors tili kitobi stol ustidadir bo'ldi. Bu yerda ruye miz ham izofa bo'lib hisoblanadi. Faqat bu yerda zanjir emas, izofaning o'zi. Chunki ikkitagida so'z bog'langan, xolos. Keyingi gapimiz O'zbekiston yoshlari uchun barcha o'quv yurtlarining eshiklari ochiqdir. Baroye javonone O'zbekiston. Bu yerda bitta izofa, javonone O'zbekiston. Keyingisi darhoye hameye omuzishgohho. Bu yerda izofiy zanjir. Darhodan keyin yo, hamedan keyin hamza omuzishgohga qo'shilgan. Demak, O'zbekiston yoshlari uchun barcha o'quv yurtlarining eshiklari ochiqdir. Keyingi gapimiz o'zbekchada bu yer O'zbekiston ovozi gazetasining redaksiyasidir deyilgan. Tarjimasi: Injo nashriyote ruznome-ye sedoye O'zbekiston ast. Bu yerda ham izofiy zanjir mavjud. Nashriyote ruznome-ye sedoye O'zbekiston. 4 ta so'z o'zaro bog'langan. Keyingi gapimiz Tehron shahri Eron mamlakatining poytaxtidir. Tarjimasi: Shahri Tehron poytaxti keshvari Iron ast. Bu yerda ikkita izofa ko'rinishi bor. Birinchisi shahri Tehron, ya'ni Tehron shahri, ikkalasi bitta izofa. Ikkinchi izofiy zanjir poytaxti keshvari Iron, ya'ni 3 ta so'z bog'langanligi uchun izofiy zanjir deymiz. Eron mamlakatining poytaxtidir bo'lyapti. Keyingi gapimiz bu viloyatning asosiy mahsuloti paxtadir.
Ya'ni tarjimasi mahsuli asliye on mintag'e pambe ast. U viloyatning asosiy mahsuloti paxtadir. 4 ta so'z izofiy zanjirni tashkil etgan mahsuli asliye on mintag'e izofiy zanjir bo'lgan. Keyingi gapimiz Alisher Navoiy nomidagi adabiyot muzeyi Navoiy ko'chasida joylashgan. Tarjimasi Muzeyi adabiyoti Alisher Navoiy dar xiyoboni Navoiy voqe ast. Bu yerda ikkita izofiy birikmalar bor. Birinchisi Muzeyi adabiyoti Alisher Navoiy, bitta izofiy zanjir. Ya'ni Alisher Navoiy nomidagi adabiyot muzeyi yoki Alisher Navoiy adabiyot muzeyi. Ikkinchi qismda esa Xiyoboni Navoiy. Xiyoboni Navoiy izofiy zanjir emas, shunchaki izofa bo'lib kelyapti. Bugungi qisqa amaliy darsimiz shundan iborat edi. Bu darsimizda otlarda son kategoriyasi va izofiy zanjir mavzulariga oid mashqni bajardik. Uyda ko'proq o'qib, takrorlab mashq bajaringlar. Shundagina xotiralaringizda yaxshiroq saqlanadi. Obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar obuna bo'linglar. Keyingi darslargacha xayr, sog' bo'linglar.